Samarqand viloyati Jomboy tumanidamiz. Bizdan 08 kublik Karmixni xarid qilib ketgandilar. Hozir shu Karmixni ishlash jarayonlarini, texnik jihatlarini tekshirish uchun kelgandik. Shu texnikadan bir oyda necha pul daromad qilyapsiz aka? Mana ochig'ini aytavering. 4 kun 5 kunda misol milliongacha olamiz. Hozir bitta Urgutlik akamiz ham telefon qilyapti. Uka, sizlar shunaqa shu kompaniyadan traktor olib kelibsizlar. Qanday bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Men o'zim Urgutdanman. Oyiga qancha daromad? Aka, chiqib Xudoga yarasha nasibamizni beryapti, ishlayapti. Hammaga xayrli kun. Bizni kuzatib borayotganlar, hozir biz Samarqand viloyati Jomboy tumanidamiz. Oybek aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum aka. Oybek akamiz bizdan 08 kublik Karmixni xarid qilib ketgandilar. Hozir shu Karmixni ishlash jarayonlarini umuman ko'rish, texnik jihatlarini tekshirish uchun kelgandik. Ko'rdik, jarayon ancha zo'r. Betonlar ham sifatli qorilgan. Hozir shu bo'yicha yana Oybek akamizdan ozgina so'raymiz. Aka, bizdan shu texnikani xarid qilgandingiz. Mana ishlash jarayonini kelib ko'rdik. O'zingizning fikrlaringizni aytsangiz ozgina. Shunday, bu mikserimizni olib kelganimizga 1 yil bo'lyapti. 1 yil davomida hech qanday texnik holatlari kuzatilgan yo'q. Shunday o'zimiz ishlatib yotibmiz. Mana qilayotgan ishlarimiz mana ariqlarni latoklash, shunaqa ishlarni olib boryapmiz. Oybek aka qarang, bizlarda boyagi Uncle Benz bunaqangi shag'al toshlarni tanlagan yo'q. Ishlatib yotibmiz. Bemalol umuman traktorimiz nagruskaga ham tushgani yo'q, boshqa ham qilgani yo'q. Bu yog'ini endi hali apalovkalar o'rnatish jarayoni bo'lyapti. Bu yoqqa xudo xolasa stejga qo'ymoqchimiz. Oybek aka qarang, o'zim hozir kuzatdim-da aka. Men bu yerda bu qo'ygan betonlaringiz qo'lda qo'yilgandan ko'ra ancha sifatli chiqqan. Keyin bir narsaga yana hayron qoldim. Boshqa klientlarimiz videolar tashlagan, shag'al mayinroq. Lekin bu yoqda ko'rinib turibdi, mana ko'rsatsangiz bo'ladi. Shag'alning ichida toshlari mana bunaqa yirik toshlari ham bor. Bemalol Karmix bochkasining ichiga tushib. Hali ham bu eng sifatli tosh deb olib kelingan toshlar. Boshqa joylarda bundan ham kattaroq toshlar to'g'ri kelib qoladi, to'g'risi gap. Shunda ham ishlatyapmiz. Stejkaga ham endi bu qalinroq qilayapmiz, iloji boricha. Boyagi toshlar ham uyning egalariga ham yordam sifatida. Boyagi misol bir Kamaz toshimiz, shivinkamiz misol 3 million nari berib oladigan bo'lsa, bu 1 million so'm. Uyning egasiga ham yaxshi, ham qalin, ham sifatli chiqyapti. O'shaning uchun imkon qadar uyning egalariga ham yordam qilyapmiz. Bemalol qiynalmasdan sifatli qorib beryapti. Sifatli, cho'tki qorib aka, endi mana bizdan texnika xarid qilmoqchi bo'lganlarga eng qiziq joyi savol sizga. Shu texnikadan bir oyda necha pul daromad qilyapsiz aka? Mana ochig'ini aytavering. Ochig'i, misol mana hozir kelib boshlaganimizga bu yerda salligina qiyinchiliklar bo'ldi. 3 kunlar vaqtimiz ketdi. O'shanga ham faqat apalovkani joylashtirishimizda qiyin, o'zimizning apalovkalarda sal muammolar bo'ldi. Bir joylardan apalovka topib kelib turib, iloji boricha baribir ham chiroyli chiqarishga harakat qilamiz-da. Uyning egasi 4 kun 5 kunda misol 15 million, 12 million, 13 million, 14 milliongacha olamiz. 4 kun 5 kunda. Bu 4 ta odamning ro'zg'orini obod qiladi. Aka qarang, o'zi texnika pulini chiqarib bo'pti-da, bo'lmasa. Texnikaning pulini chiqarib bo'lganmiz, Xudoga shukr. Qachon ikkinchisini endi? Ikkinchisini mana endi bahor keldi, boshlandi. Xudo xolasa yana akamlar bor, ukamlar bor. Yana bitta maqsad boyagi katta traktordan ham ko'ra bizlarga udobni tushayotgani darvoza tor, tirqish joylarga, misol qo'lda hafta 10 kun ketadigan joylarda 2 kun nari bu yerda chiqib kelyapmiz. Misol 2,5 metrlik, 3 metrlik darvozalardan o'ynab kulib kirib chiqib Xudoga shukr xizmat qilyapsiz. Xizmat 1 yildan beri xizmat zo'r. Agar siz ham shu texnikani olib 2 yoki 3 kishi shu texnikani birgalikda ishlatmoqchi bo'lsangiz, bemalol 4-5 kunda Oybek akamning aytishlari bo'yicha 10-12 million daromad qilsak bo'ladi. Shunday. Bu degan bir oyda 25-30 million. Shunday. 3-4 kishiga yaxshi daromad aka. Bu zo'r. Boyagida endi 20 million, 30 million ishladik deganimizda birovga yolg'on, birovga chin bo'lib qoladi. Endi 5 kun, 4 kunda shunday ishlayapmiz. Endi sezon kirib qolsa ham yaxshi bo'lishi mumkin. Boyagida kunlar uzaygan vaqtiga misol o'ynab kulib bir 20 kubdan beton quysak ham shu kichkina traktorda yetadi aka. Boshqa narsa kerak emas bizlarga. Zo'r aka. Bizni nima uchun bu yerga kelib video olayotganimiz, ko'rsatayotganimiz aka real voqeani ko'rsataylik. Mana misol uchun bir xil klientlarimizga mana shuncha topasiz desam, ishonmayotganlari bo'lishi mumkin-da. O'sha uchun mana Samarqand Jomboyga keldik Toshkentdan. Real ishlayapti. Mana holat ko'rib turibsizlar, qanaqangi shag'allarda qorayapti, betonning sifati ham zo'r.
hamma jihatini o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib, endi yana ham tavsiya bera olsak bo'ladi. Bo'ladi, men bu. Sizlar sal erta kelibsizlar-da. Hozir bitta Urgutlik akamiz ham telefon qilyapti. Uka, sizlar shunaqa shu kompaniyadan traktor olib kelibsizlar. Qanday bo'lyapti? Yaxshi bo'lyapti. Men o'zim Urgutdanman. Oyiga qancha daromad, aka? Chiqib Xudoga yarasha nasibamizni beryapti, ishlayapmiz. Hozir men boraman, lakastelarni tashab beringlar deydi. Tashab qo'yganman akaga, kelyapti yo'lda. Agar sal kechroq kelganlaringizda o'sha aka ham to'g'ri kelar edi sizlarga. Balki kelib qolar. Balkim kelib ham qolar. Unisini bilmaymiz. Oybek aka, sizga ham kattakon rahmat. Ishlash jarayonlaringiz ish qizg'in, zo'r ko'rdik. Xursand bo'ldik. Xudo xolasa bundan ham ko'p texnikalar ko'paytirish kerak aka. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, Grand Track kompaniyasi 08 kub, 18, 2, 26, 3.5 va undan yuqori bo'lgan Carmixlarni O'zbekistonga rasmiy diler sifatida yetkazib bermoqdamiz hozirgi kunda va eng asosiysi narx borasida boshqa kompaniyalar bilan bemalol solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. Sifat zo'r, narx esa ulardan ko'ra ancha yaxshi. O'zingizdan bilasiz aka, narx borasida boshqa joylardan ko'ra ancha zo'r beramiz. 400-500 dollar vaqtiga akamlar o'zimizning qishloqdan ham bolalar olib kelgan paytiga 400-500 dollar arzoniga olib kelingan. Aka, bitta narsani aniq aytaman. Hozir hech qaysi kompaniya, Grand Track kompaniyasida 500 dollarga Carmixlarni zakaz narxida olib kelib bera olgani yo'q. Mana narxini aytib o'taman aka, eng full variantini 500 dollar zaklab berib qo'ysa 08 da 14 mingga olib kelib beramiz. Yana bitta traktorimiz kelyapti, xudo xolasa. Aka, unda karcher sistemasi ham qo'shilgan, bilsangiz. Mana bunda ham bor. Karcher bunda ham bormi? O'zini yuvish xususiyati ham bor. Karcher sistemasi hammasi qo'shilgan. 1 yil kafolat beramiz, motor, korobka, zadnomoska. Mana hozir bu texnikamiz 1 yil ichida hech qanaqa texnik narsa ko'rmadik. Zo'r dedi aka. Zo'r ishlayapti. Salarkani ham endi to'g'ri kelamiz, har xil joydan quyyapmiz. Masalan, Jonmaydamiz, endi o'zimizning uy bilan o'rtalikda bir 20 kilometr farq bor. Endi o'zimizning zapravkaga, har doimgi ishonchli zapravkaga borib kelib yurishga ilojim bo'lmay qoladi. Bir xil payt shu yerdan quyamiz, bir xil payt boshqa joyda ishda bo'lsak, boshqa joydan ham quyapmiz. Lekin salarkani ham hozircha tanlagani yo'q. Tanlamaydi. Sababi bularda apparatda aka. Motor qismi apparat bo'lgani uchun salarka hech qanaqa salarka tanlamaydi bular. Salarkadan ham tanlagani yo'q, yaxshi ishlar. Xudo xolasa aka, ko'rib xursand bo'ldik. Yana bu texnikani orqasidan yana ko'plab texnikalar qilish, Xudo xolasa biznesingizni yana ham kengaytirishni tilab qolamiz aka. Shunday. Avvalo kutib olganingiz uchun sizga ham kattakon rahmat. Xudo xolasa bir piyola choy qilamiz. Xudo xolasa. Hurmatli obunachilar, agar bizni kuzatib turgan bo'lsangiz, quyidagi nomerlarga aloqaga chiqishingiz mumkin. Istalgan ko'pdan Carmixlarni Grand Track kompaniyasidan xarid qiling.